Bilasizmi, u odam meni nima qildi? Rashk bahona kelajagimdan, yoshligimdan, yaqinlarimdan, do'stlarimdan ayirdi. Qarang. Mana shu 10 yil oldingi men. O'sha paytda ko'zimda quvonch bor edi. Bilasizmi, bu odam meni nima qildi? Rashk bahonasida meni dunyodan o'zib qo'ydi. Karyera, orzularim, yaqinlarimdan hammasidan voz kechdim. Meni uyda bog'lab, faqat qozon tovoq bilan ovora bo'ldim. Endi esa xiyonat qilyapti. Meni o'zingga qaramaysan, ustingdan ovqatni hidi keladi, yo'qmayapsan degan gaplaridan charchadim, opa. Axir meni shu ahvolga kim olib keldi? Aybdor sizsiz.